Bizning obzorimizda Faberlic'ni intimniy zonalariga bo'lgan Expert Pharma'ni lineykasini, gelda intimniy gigiyenasi, mana menopauzaga ayollarga, yoshdagi 40-45 yoshdagi ayollarga uhud qilish uchun o'ziga, mana klimaks vaqtida yoki klimaksdan oldin menopauza paytida mana shu gellari judayam zo'r. Sbalansirованный уровень pH и без парабен, silikonlar ichida содержаться qilmaydi, свежесть beradi, ощущение diskomfort larni olib tashlaydi, hidlarni har xil nimalardan yo'qotadi. Pantenol ichida bor. Mana способ применения: нанесите небольшую количество геля на кожу deyilgan и intimных зон вспеньте и тщательно смойте. Judayam zo'r mana konsistensiyasi. Hozir mana ochib hidlarni obzor qilib beraman. Mana qanaqa quyuq nimasi, konsistensiyasi. Hidlari mandarinda hidiga o'xsharkan, ekzoticheskiy hidlari zo'r. Har xil раздражение, сухостьlarni oladi intimniy zonalardan. Achitmaydi ham, spirti yo'q, parabenlari yo'q, silikoni yo'q. Gelda intimniy gigiyena menopauzadagi ayollarga 40-45-50 yoshlarga, 30 yoshlarga ham judayam zo'r tushadi. Bu yana bitta produksiyamiz intimniy zona dezodoranti bu. Expert Pharma'niki. Buyam свежий aromat, освежать qiladi. Har xil hidlardan препятствует появлению неприятного запаха, har xil hidlardan himoya qiladi. Обеспечит чувство комфорта, защиты и свежести в течение дня. И не вызывать qilmaydi сухость. Har xil mana quruq nimalardan nima qiladi. И раздражение ko'jalardan ham xalof etadi. Обогащен витамином E. Mana 75 ml halol sertifikatlari bor. Mana judayam zo'r, hidlari ham zo'r buni. Mana shunaqa qilib podarkaga ham, nimaga ham bemalol nima qilsanglar bo'ladi. Hidlari zo'r и nimasi ham zo'r. Лечение Expert Pharma'niki bu лечащий nima lineykamiz. Tavsiya bersanglar bemalol bo'ladi.